Assalomu alaykum zaminat obunachilar. Ushbu motorollerlarimiz ham sotildi. 1 tonnali 180 ga 130 razmerdagi bordli motorolimiz. 2000 milya motor. Buni 1800 ligi ham bor. GTX tormozli, elektron tabloli 670 tali akkumulyatorlar bilan jihozlangan ushbu motorollerimiz 14 million so'mga o'zlari olib ketishga, Andijon viloyati Baliqchi tumanida sotildi. 14 million so'mga o'zlari olib ketishga. Va ushbu korobkalarimiz ham ushbu Opt'dagi skuterlarimiz ham korobka holatda sotildi. Farg'ona viloyati, Farg'ona shahriga ketyapti. Mana kimga mana shunday Opt'li narxlarda kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishlari mumkin. Cheklanmagan miqdorda bor. Mana bu yerda 23 ta korobkada ketyapti. Kimga Opt'li narxlarda kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishlari mumkin. Mazimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani, Qo'shbek qishlog'i. Bu motorollerlarimizni olgan otaxonlar mana ichkarida. Tog'a qalay, yaxshimi, ma'qulmi motorollar? Yaxshimi? Narx-navosi ham ma'qul bo'ldimi? Arzonmikin? Mana obunachilarimizga nima deysizlar? Kelib olib ketinglar, mana arzondan yaxshi materiallar bor ekan. Yoqqanini olib. Hoji bobomlar ham ancha joyda ko'rib kelishdi, belga tushib, boshqa yerga borib, boshqa joylarni ham bir narx-navolarni surishtirib kelib, yana qaytib kelishdi. To'g'rimi, shunday bo'ldimi? Mana qaytib kelishdi. Yana ham arzonlashtirib berib yubordik mana, xudo xolasa. Kimga mana shunday arzon skuterlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishlaring mumkin.